Kechroq ekib turib, tayyorlab turib, mana hozirgi paytda hosil sotyapmiz. Yo'q, bu yilda xato kamchiliklarim ko'p bo'ldi. Hadagi ochiladigan fortishkalari, ochilib yopilish, issiqxonada qanaqa kamchiliklar bo'lgan? Sarimsoq, piyoz nimaga qulpinoylarning orasiga ekilgan? Rustambek deyapti, bu yerda olib tashlaydigan tanoblar, g'ovlar bo'lib ketganda. Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. Xudo xolasa bugun yana bitta akamizni uylariga keldik. Bu yerga biz ikkita issiqxona qurib bergandik. Bu bitta issiqxonaning ichida turibmiz. Ko'rib turganinglardek, hozirgi paytda qulpinoylar mana pishib turibdi. Akamiz terib sotyapti. Bu yerda adashmasam noyabr oyida faqat kechroq ekkan, kechroq ekib turib, tayyorlab turib, mana hozirgi paytda hosil sotyapmiz. Bu yilda o'zida foydaga chiqdimi, qanaqa daromad olyapti, shu haqida qisqacha so'radim. Ya'ni akamiz aytayapti, yo'q, bu yilda xato kamchiliklarim ko'p bo'ldi. Xato kamchiliklarni to'g'rilash maqsadida ham, ya'ni yangi yilga, ya'ni bu yil yana ham yaxshiroq qilaman degan narsani aytayapti. Katyolda qanaqa kamchiliklar bo'lgan, tepadagi ochiladigan fortishkalari, ochilib yopilish, issiqxonada qanaqa kamchiliklar bo'lgan, hozir gaplashib ma'lumotlarda aytayapmiz. Bu yerga men birinchi marta kelmayapman, oldin ham kelib turib ko'rsatganman, o'zimga ham ma'lumotlar to'plab borganman. Biz issiqxona qurishda qanaqa kamchiliklarga yo'l qo'yyapmiz, buni borgan sari o'rganyapmiz. Undan tashqari issiqxonada shu mahsulotlar yetishtirishda qanaqa qulayliklar qilib berishimiz kerak, ko'proq nimalarga e'tibor berishimiz kerak, bularni o'rganib boryapmiz. Qulpinoy biznesini 2025-yilda sizlarga maksimum ko'rsatib borishga harakat qilyapman. Men bitta joyga bormayman, xudo xolasa bundan bu yog'iga O'zbekistonda va qo'shni davlatlarda va boshqa xalqaro ekspolarga ham borib, ko'rib, sizlarga maksimum qulpinoy bo'yicha ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Misol uchun, oddiy shu yerga kelganimda ham hozir akamiz aytayapti, Rustambek deyapti, bu yerda olib tashlaydigan tanoblar, g'ovlar bo'lib ketganda. Undan tashqari yana bitta savol, mana sarimsoq, piyoz nimaga qulpinoylarning orasiga ekilgan? Kim buni biladi? Biladiganlar o'zingizlarning fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Oldin Koreyada ham ko'rsatganmiz. Koreyada asosan issiqxonani ikki chekkasiga ekib yuboradi. Havo aylanadigan tomoniga qarab turib. Kim agar qulpinoy biznesidan daromad olmoqchi bo'lsa, qulpinoy biznesiga qiziqib, o'zini hosildorchiligini ko'paytirmoqchi bo'lsa, bemalol bizni kanalni kuzatib boringlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar va o'ylaymanki, bizni oz bo'lsa-da mehnatimizni qadrlab, like bosib, do'stlarga ulashib qo'ysanglar, biz ham videomiz qancha ko'p ko'rilsa, qancha ko'p savollar bo'lsa, qancha ko'p обсуждение bo'ladigan bo'lsa, u yerga savollarga qarab turib, o'zimizni ham kamchiliklarni ko'rsatib, u bo'yicha ishlab borishga harakat qilamiz. Sizlarga qisqagina video oldik. Bu bitta issiqxona ko'rib turganinglardek, ikkinchisidan ham hozir mana kadrda orasida qo'shib yuboradigan bo'lsangiz, polni ko'rish mumkin. Mana hosillarni yaqinroqdan ko'rsating. Mana realni ko'rib turibsizlar, kalibramiz zo'r. Bu yer kechroq ekilgan va katyolda yana boshqa muammolar bo'lgani uchun biroz kechroq, uje hozir aprel oyi hosil chiqishni boshladi. Mana akamiz ruxsat beradi, hozir bittasini yeb ham ko'raman. Mana. Mazasi zo'r. Yana bitta narsani aytaman. Telegram yopiq kanalimiz bor. Bemalol o'tib, qo'shilib oladigan bo'lsanglar, qulpinoy biznesi bo'yicha juda ko'p ma'lumotlarni berib boramiz. Sog' bo'linglar.